Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Xonadon uchun umumiy quvvati 30 kilovatli quyosh elektr stansiyamizni ishga qo'yyapmiz. Panellarimizni o'rnashtirib oldik. Chiroyli qilib zo'r holatda o'rnashtirdik mana. Panellarimiz Jinko brendiga tegishli. Quvvati 715 vatli panellar. Xudo xolasa samarali zo'r ishlab beradi. Pastda hozir montajga tayyorgarlik. Shitlar yig'ilib, invertorlar o'rnaштirilyapti. Kuzatishda davom etasizlar. Ish jarayonini batafsil tushuntirib o'tamiz. Bugun ishga qo'ymoqchimiz. Ob-havo bulutli. Ob-havo bulutli bo'lib turibdi. Xudo xolasa bugun montajimizni tugatib ishga qo'yib ketamiz. Proyektlari bilan to'liq qilib zo'r qilib berdik. Xudo xolasa ishga qo'yib bemalol sotib yaxshigina daromad qiladi. Xudo xolasa xonadon egalari. Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qolganlarni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga bu ko'rinib turgan qism oralari 280 dan qilingan. Yaqin 3 metrga yaqin. Hatta ko'rinishida xuddiki soya beradi deyishlaring mumkin. Ko'rinishdan shunaqa, lekin endi syomkani mana shu yerdan turib qilyapman, lekin soya bermaydigan holatda, xudo xolasa zo'r ishlab beradi. Pastda mana montaj jarayonimiz bo'lyapti. Xonadon uchun 3 fazali счетчикlarni qo'yib, shitlarni yig'ib beryapmiz. Bunaqa qilib. Bu xonadonda oldin 1 fazali счетчик bo'lgan. Shunga tayyorgarlik mana shu yerdan olib tushib, hozir vitanalarni berib, tepadan liniyani tortib kelamiz. Tepada ham montaj ishlari boshlandi. Simlar tashlayapmiz. O'zining maxsus PV kabellarini kuzatishda davom etib turinglar. Ishga qo'yib, xudo xolasa ko'rsatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ishlarimizni yakuniga yetkazdirdik. Shitlarimiz quyosh panelidan keladigan постоянный toklar zazimlenalari bilan bu tomonga yig'ildi. Invertorimizga обязательно mis kabel qilamiz. Bunga yaxshi e'tibor berish kerak. Ayni vaqtda quyosh elektr stansiyamiz 30 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz yaqin mana 9 kilovat ishlab turibdi. Ob-havoni ko'rsalaring, mana umuman quyosh yo'q holatda mana shunaqa natija. Bulut bo'lib turibdi. Hali yuqorida ham ko'rsatganman. 9 kilovat mana sizlarga ko'rinib turgan bo'lsa, bu 10 kilovatga o'tadi. Xudo xolasa. Mana shunaqa zo'r ishlab turibdi. Quyosh elektr stansiyamiz mana invertordan ko'rsalaring. 30 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz DE. Bu tomonga xonadon uchun 3 faza olib kirib, счетчикlarni ustanovka qilib berdik, sotishni boshlagan mana. Hamma yo'q mana shunaqa chiroyli sifatli amalga oshirildi. Ushbu obyektimizni xonadon egalariga 95 million so'mga bitkazdirib topshiryapmiz. Kimga mana shunaqa sifatli chiroyli ishlar amalga oshirilishi kerak bo'lsa, quyosh elektr stansiyalari bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga mana shunaqa sifatli chiroyli ishlarni hamyonbop narxlarda amalga oshirib beramiz. Ko'rib turgan telefon raqamlarim bilan bog'laninglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizga обязательно подписаться, obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.